Assalomu alaykum, hurmatli yaxshi insonlar. Sog' salomatmisizlar? O'zbekistonda har kuni yevro ichovur ekan. Xohlasa bugun sinfdoshlar bilan toqqa kelganmiz. Hasan ota choyxonasiga kelganmiz. Xudo xolasa keldik, damni oldik, mazza qilib o'tiribmiz. Kimlar bilan o'tirishibdi? Bo'ldingli. Nardalarda o'ynab o'tirishibdi. Mana qudam. Ana. Ilhomjon qayerga ketdingiz? Qo'limni yuvib olay. Qancha qiling? Men yuvib keldim. Yana qaranglar. Oshni hozir soluvdi. Ilindim. Kelinglar. Birgalashib obed qilamiz, xudo xolasa. Hasan ota choyxonasida so'limjaylar bor ekan, ko'rsatamiz iloji boricha. Musofirda menga o'xshab uyini sog'inib yurganlarga kelib, do'stlar bilan, bola chaqalar bilan bunaqa joylarga kelib, dam olib, mazza qilib o'tirishlar nasib qilsin. Ishlaganda ishladik. Nima deydi? Endi dam olganda dam olamiz ekan. O'rtoqlar bir dam olib kelaylik deydi. Bu qo'pog'i chiqdi ekan. Ketdi. O'zi oz edi. Mana o'zbekcha. Alo. Shakaroblar. Ko'k qalampirimiz qani? Ko'rsatib qo'yingchi. Ana u. Baribir o'zimizning qalampirlarga o'xshamaydi-da. Achchiqqina. Qon torozlar hamma yoq serobchilik. So'ydi. Ha, Sig'daylik. mazza bo'lyapti. Hech obedda uxlamas edim. Yo'ldan boshladim uxlashni, kelib mana shu yerda ham 1 soat so'rida ovoz zo'r. Ya tepaga chiqmadi shu. Hasan ota choyxonasiga to'xtatib qoldik. Xudo xolasa mana suvlar. Shundir. Suvlar. Manetlarda ham suvlar qaranglar. Buni shabadasi rosa urar ekanda. O tepamizda mashinalar o'tib ketyapti. Ana. Suvga torg'izlar solib qo'yib. Qani, yigitlar? Abdurasul. Bo'linglar tayyorlaninglar. Osh soviyapti. Ana, osh ham keldi. Ana, o'zi qo'qitar ekanda, u taqillaydi ekan. Kecha Andijonda osh yedik bugun. Mana Perevalda osh yeyapmiz, xudo xolasa. Bismillah. Qani o'jaga. Kelinglar oshga. Sog' bo'linglar. Xudo xolasa o'ta zo'r joylar bor ekan, ko'rsataman. Ko'rolmay qoldim men. Hojaga? Shu xona bir deydi. Haligindaqa nafasingiz chiqmay qolmasin. Qani? Unda rahbarga kelib qo'ydi o'jaga. Ha, bitta bosingchi. Qalampirni yeyotganimizda. Hojim. Har bitta olganda go'sht ketib qolyapti-yu. O'zi go'sht yegani kelganmizda. Ana endi ko'ring. Mana. Hoji boy aytmoqchi, sovunda bo'lib chiqishyapti. Yo'q degan. Manzarani qaranglar. Jigarlar, kamera. Chayingsam, o'zakna ko'rinyapti ekan. O, tog' tepadan qaranglar, ko'rinyaptimi? Judayam chiroyli. Odam ham bu bo'shab qo'ygani. Odam ham ko'p kelar ekan, lekin betlarga. Salqin joylar ekanda. Shu endi baribir o'zimiz jannatmat ekan. Vatanimizga yetmaydi. Suv bu hayot. Suv bor joyda hayot go'zal bo'laveradi. Qanaqa fontanlar o'ziga yarasha zavqi berib turibdi-da. Mazza. To'g'ri qarang. Videomiz quyoshga teskari bo'lib qolyapti-da. To'g'ri, tashlab qo'yilgan. Mazza. O bolachalar o'ynayapti.
Xudo xolasa. Mana sharchani ko'rsataymi sizlarga? Ha. Gullar. Bu odamlar nima toqqa yuguraveradi desam, havosi boshqacha ekanda baribir. Tirikchilikda yuraveramiz ekan. Insonni qo'li gulda. Nima deydilar? Ashuncha odam. Harakat qilyapman, begona odamlar videoga tushib qolmasin deb. Lekin iloji boricha videoga tushib qolinglar. Esdalik bo'lib qolar ekan. Bir xil joylarda videoga olmayman, biz tushib qolmaylik deyshadi. Telefonlaringiz yo'qoladi. Ko'chib ketib qoladi. Lekin internetdagi videolar qoladi-da, mana shunaqa bo'lib, esdalik bo'lib. Mana. Bizni bolalarimiz o'yta o'tirishibdi. Mana suv billa ketaveradi. Lekin men bitta narsani guvohi bo'ldim. Rossiyadan ko'ra O'zbekistonda ovqat ko'p yeyilar ekan. Ilhomjon? Nimaga shunaqa? Nimaga O'zbekistonda Rossiyadan ko'ra ovqat ko'p yeyiladi? Biz organizmimiz kuchliroq-da. Kuchli-a? Hozir endi operatsiyadan so'raymiz. Mehnat kashmi. Savob. Nimaga O'zbekistonda Rossiyadan ko'ra ovqat ko'p yeyiladi? Aniq shunaqa mas'ul, lekin javob berishga harakat O'zingiz taxminingizni ayting, prosta. javob berishga harakat qilaman. Rossiyada unaqa to'planib o'tirilmaydi. To'planib o'tirilganlarga shuni boshlab o'tirish qiyin bo'ladi. Shuni boshlab o'tirganlarga ko'p narsa yeyadi. Xo'p. Sizga-chi hoji aka? To'xtang. Buni ayting. Tohirjon zo'r javob beradi, uxlab qolibdi. Oxiri mazza qilyapti. O'zbekistonda ovqat yeyilish uchun oqibat zo'rda, shuncha yeyiladi ovqat. Oqibatda hamma yeyish. Men endi o'zim javob beraman-da. Hamma o'zining fikrini aytdi-da. Bu yerda ish yo'q ekan, g'irt bekarchi ekansiz. Aylanib kelib ovqat yo'rasiz ekan. Nitolka sinfdoshlar, mana kecha Anjanga bordik ham, xuddi shunday bo'ldi. Uyda qolgan kunimiz ham shunaqa. Rossiyada nonushtada bir marta ovqat ichmaymiz. Pechenye va shirinliklarni shu ichib qo'yamiz. Obed, ujinga ovqati. Uyda erta bilan hech bo'lmasa qolgan ovqatni isitib beradi, lekin 11 ga bormay qorni ochib qo'yadi. Nimadan endi? Endi hojaga shirinlik ishtahani bo'g'adi-da. Shirinlik ishtahani bo'g'adi. Ammo uydagilar ham rosa sog'inib qolgan ekan, itda ishlatyapti ham-da. Anchadan qorni ochyapti shekilli-ya. Sizlar ham kommentariyaga yozib ketinglar, nimaga O'zbekistonda boshqa joydan ko'ra ovqat ko'proq yeyilyapti. Men shunaqa bilyapman. Endi sizlar chetda yuribsizlar, sizlarga oddiy holi. To'g'rimi? Ha, maqsad saridan chiqadi. Maqsad sarining obunachilari xudo xolasa o'zingizlar javob beringlar, dachinglarchi. Tarixlarni o'qiymiz. O'qiysizlar, Ilhomjon? Ha, Qolamiz. bo'ldi. Yozib qo'yinglar kommentariyalar. Kuzatib turinglar. Ana xolos. Hurmatli yaxshi insonlar, kunni ham kech keltirdik, mazza qilib damda oldik. Endi uyga xudo xolasa qaytyapmiz. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Keyingi videolarda ko'rishguncha mazza qilib yozib o'tkazinglar.